Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan qilich otar o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilmaymiz. Xo'sh, bu o'yinni oldin ham o'ynagan edim. O'shaning uchun tortishga qaror qildim. Yo. Ana. Otadi. Otmoqchi. Xo'sh. Qani. Onangim bir. Qishnaqa otib tashlading. Mana naxu. Kaladan. Double kill. Hechatyapti-ku. Konturmi bu? Maqsam qo'rqdim. Qutqay ketdi. To'g'risini aytdim. Mana shu chiqib olay. Просто qarab turlar. Просто nijalik qilmoqchiman. Просто shu arada o'tmoqchiman. Chiq. Ostalavitsa baby. Mishitda ajaling keldi. Nimasidir otsa o'sha nimasidirga qarshi chiq. Berdilar ketishadi. Men ichki xotirjamlikka erishamiz, to'xtaymiz seda. Sekinlik bilan tepada to'xtaymiz. Zarba beramiz. Bu yashincha turibdi. Men yuqoriga chiqsam u otadi. Bu meni ko'rmaydi, chunki otolmaydi. Agar shu arada qilich tiqolsam bo'lmasgan. Короче, qilich iloji boricha yuqoriga otaman. Qon ko'ra olish uchun. Rejada yo'q edi. Ko'rmadi. Yaxshi, double case dedim. Havoda yo'q mayda operatsiyasini boshlab yubordim. Bolalar, sho'xlik qilmasdan o'tiringlar. Asal bala, shakar bala. O'rta chiqam hozir. Usti kutaman. Shu havoda tasavvur qilaringda kimdir kelyapti shunaqasiga qo'lda qilichi bilan betlaringga qarab. Boks qilaman deb o'tirasizlarmi? Bunday qilib nima qilasizlar? Biroz uylash kerak. Mana yana bitta variant sizlarga. Tepada kelyapti kimdir qolib. Bu nima ekan? Zanjirmi? Zanjir ekan. Bo'lsa zanjir ekan. Kesa bilan kes o'ynang buvisini. Yo'q. Mayda operatsiya. Yana bir marta tasavvur qilinglar. Havodan kelyapti kimdir. %50% shans bilan. Kelyapti. Keyin sizlarga просто zarba bermoqchi. Sizlar ham nima qilgan bilasizlar? Sizlarni berishga yurma. His qilolmadim daji. Qara. El Clasico. Mr. Blue. Boss fight. Ketdik jigarlar. Lapatka otadi shuni. Lapatka sindirib o'zini ham o'ldiraman. Keldim boss fight. Boss o'ldi. Loyqa. Bossam loyqa. Ot lapatkayni sindiraman.
Men bularga qarshi shunda boshda beraman. El Clasico. Bular menga o'xshagan yana 2-3 o'yinchilar bilan boss fight tashlayapman. Boss fight deb qarashdi. Ha, ular meni taklif qilishdi, men qabul qildim. Vizit tashlashdi, короче. Pushaymon qilish niyatim bor. Opa. Makeda sen kimga tashlayapsan? Sen kimga tashlayapsan? Yo'qanu loyqalar. Bola haqlashlar, короче. Kalla minus. Qay birini tirik qolding? To'g'ri aytadi. Dunyoni yirtib tashladim men. O, ana bechora. Aytdi. Shuning menga kamera yirtib tashlash kerak. El Clasico deb o'tiribdi. Bir kaga bitta qilich ochsa bo'ladi. Saktir. Ha, yo'q. Короче, men marraga borishim kerak ekan. Go deyapti. Kimdir menimcha yana menga yurib tashlab qo'ydi bilmasdan. Boshqa narsa bo'yicha. Просто men tiriklay borsam bo'ldi ekan. Gupir qilib boraveryapman. Ulan aradan o'tdi. Yo'q, bala bilibdi. Yo'qi, qanday necha minut bo'lib ketdi. Ota bobolaringga rahmat degan. Ko'ramayapman. Tasha qo'y. Voy bu insana ammangni. Просто video ko'rishga juda ham ko'p narsa Wi-Fi ekanligini bildiradi-da, короче. Nima deysiz? Menga vizit tashlaganlar bormi? Yo'q. Turkish vizit tashladi menga. Qabul qilaman. Bu vizitlarga shayron qilaman. Yo'q, qochakka. Yetim bo'ri, qochasan. Çok zarbalardan tatbiq. Qilichga tegib qoldi. Yo'q, miya qattiq ketdi. Tashlasaman bir gapi. Qayda? Pastda. Narito yo'q qilindi. Oldu shot bo'yicha hali yo'q. Narito boshqa urib o'zidan kimdir minus qo'ydi bilmasdan. Biznes o'ynayapti. Qilichga tekkandan keyin qizilni qilishi yomon ekan. Qilichlar sindirib olardim hozir. Ana, sindi. Bechora. Men shoxlar kesib olaman mana. Daraxtni kesamiz. El Clasico. Yo'q, natijasi kelyapti. O'shdan senga olmasidan men senga zarba berishga tayyor turibman. Tirilishing. Bujoning. Xolajoning. El Clasico bilan birgalikda qoldik. Xo'sh, yaxshi zarbalar. Yo'q, uni yurib ochib turib El Clasico zarbalarida tatbiq ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Aylanmali chakvandoli zarba. Yo'q, va chap berib headshot. El Clasico qilish qayda?
Başlayalım. İsimler yanları şu an böyle takılar. Yana çok müzik taşıdı. Müzik taşılarlar ya şükür uğraştı. Men keyinchalik ism qo'yib nimadirlar qilma qilaman. Agar o'yinni skachat qilib menga vizit tashlash desa olaman. Yo'qmi, jalib qochdi. Baribir ushlab olib yirtaman. To'lishim bilan yirtaman. Okey, kechikdingiz. Yo'g'i adashdim. O iyi. Maqildi hozir. Men uyqumga qarshi qilich otdim. Qalqon otmaylar, ikkovi ham qalqon bo'lgansa ta'sir qilmayapti. Ikkovi qalqon bo'lgan. O'tayapti. Ana ta'sir qildi, men qo'yay. Ko'rdinglarmi? Bilyapti. Yedirib qo'yapti-ku menga. Orqamachasiga qasddan zarbalar berishim bilan uning kuchi El Clasico. Orqamachasiga zarbalarni qaytara olasanmi? Deydi. Tezroq ko'rtimlar. Urmasa otib qo'yaman. Bu rahmat. Ular yomon ekan. Menga vizit tashlaganlarni o'ylamoqchi edim. Mana ekan men. Bu zarbalardan ye. Jonim chalajon-ku mani. Orqadan zarba, hammani orqalayman. Tepadan kart o'zinikmi? Qarchi bu kart otdi. Men kartdan qilichim bilan urdim. Karta tepaga ketib qorboboni urib qo'ydi. Bu yerda yotayotgan hozir o'ldirishim niyatim bor. Qorbobo, maki, Evli, Qorbobo o'ldirib qo'yibdi. Yo'q, qilishni nimalar qilyapsan? Ustalik bo'yni o'ldirish qobiliyatim borligidan xursandman. Minklatdi. Bu zarbalari. O'sha strategik zarbalari bilan tartibga onasini balasi cho'poq uning balasi bu zarbalari bilan tartibga yo'q qildi просто. Rastalar bo'lib ketyapman bu. Ana tepkisi. Yo'q, kamsa. Patlamasın. Sen kalani işlettir onu şeyde turamaz. Yo'q. Guzotdim kimdir? Qilichim tashlab turaman. Zarbalaring deyarli ta'sir qilmaydi. Chunki men qaytara olish qobiliyatim bor. Bu zarbalarımdan yut turgish niyating bormi? Albatta Beruni. Fizik bekor otding o'shani.
Ko'zini otdi, men uni urdim. O'tdagi zarba bilan qaytardim. Yo'q, men uni zarbasiz qaytardim. Men qaram quyi ketyapti. Qilichni bekor otding jigar. Yo'q, bekor otmab. Menimcha u qilich bilan qaytaradi ekan. Qaytaraveryapti zarbani. Endi bekor otganiga ishonib tura olamanmi? Ha demadi darada. Kelyapman. Yo'q, ajal kelyapti. Ajalga qarshi chiqmaysan. Просто ajal menman. Mendirman o'sha ajal. Rojiga o'lding. Aradan kirdi. Yumshoq joydan kirib ketdi-da, o'shani sekin kirdi. Birka. Birkagani ham eshitmadi. Qo'ytmoq qasdi yomonda. Birinchi o'sha damirada qalqmoningga quydim. Qari yetdim, aradan yetdim o'zim. Qalqon tashladim o'zim arada. Tartan kesam. Qiziljon boy. Yo'q, bu Kletkon kimniki? To'g'risini aytsa, yashil. Qaram, uyit ketishmi qoldi. Kartojniklar. Uyit ketmaylar. To'g'risida men kuchliman. Bir kishi minus. Kartojnikdan ketmoqchi edim, bu mendan bir urib qo'ydi. Tutaman seni pastda. Просто kartojnik birinchi. Sen ikkinchi. Kartojnik esa uchinchi bo'ladi. Kartangni ber menga. Kartangga qo'ying. Majburman zarar olmadi. Hatto uyning ichida bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, ismimni yozyapman. O'shanga qarab vizit tashlasanglar bo'ladi. Xo'sh. Tayyor. O'rgimchak odamni ham aralashtirishyapmidimi? Ninja. Hozir men ninjani o'qiga zarba bermasam menga tegmaydi. Ninjani o'qiga zarba bersam ana menga tegadi. Ninjaga tegmasdi dedim-da. Ninja menga pastdan zarba. Suiqat to'g'rilashdi menga. Men baribir yo'q qildim o'sha suiqatni. Ninjaga o'tgan paytim ninja meni o'qim qaytardi. Keyin menga pastdan hujum qilishdi. Men shuning uchun ham tushunib yetdimki, ninja menga xiyonat. Wow, yo'q. Arada shibonka bacham. Men ushlamoqchi bo'lmayman. Men просто shibonkali bacham. Hozir teshaman biroq. Teshishga kelganlarni birinchi marta ko'ryapman. Короче, bu shimshaqni otdi. Men ninjani yo'qlamoqchi shimshaq bilan demoqchi edim. Ninja yuzi shimshaq qo'yapti. Men esa buni yo'q qilmoqchi edim. Lekin men uni yo'q qildim. Xo'sh, keyin kim bo'ladi? Sen bilasansan. Tepaga pastga kallada. Masinga. Bechora bacha siqilib o'tirdi. Katta joyda. Lekin o'lib qoldi. Qanday shafqatsiz mana. Qarshi boss fight boshlandi. Yo'q, men birinchi boshlab beramanmi deb turdim. Qarshi bu nimalarni Bunlar endi qanday qilishadi? O'ylamadinglar bolalar. Har hech narsa ko'rishib o'tganda hujum qilaman. Ya. Teshib o'tdim naxir. Shuning ichida uraman. Bobur zarbalarimni. Shuning ichida Просто oddiy zarbalar berdim. Tirikmi? Endi.
bular bu deydi niye? Hech narsa qilisholmayapti. Cho'pqa zarbalarida. Men yag'daman senga savol. Qilichingni otasan, hozir baribir aylanasan ishingga. Wow. What the fuck? Meni aylandi. Ishidaman, ot jigar. Otsangchi. Nima qilmoqmasa? Kiritib yuborayotgan dalilga tushundim. Kuchlilar bizni tashlayapti, nima zirhli yo'q. Bajaq arasida. Ularni o'rtasida zirhlangan eding-ku, nima qildi zirhga? Jigar, olovli teping ishlamadimi deyman. Sen ne qilib o'tirsan? Qarang jigar. Qarang. Kattalardan keyin. Change bum bum bum. Change bum bum bum. Change yo'q taylashay. Agar menga qo'shilib men bilan birga jang qilmoqchi bo'lsanglar, kirasizlar. Menga dushman bo'lmas, do'st bo'lib kirasizlar. Vizif emas, qo'shilish taklif qilasizlar. Men qabul qilaman va biza vizifni ochaman. Keyin bizaga vizif tashlaganlarni yirtaman. Shunchaki oddiygina qilib qo'yganda juda ham oson. Mana bola paqir yo'qmayapti, yerga tiqaman oxiri. Necha kishi qoldi? Bir kishi o'sha bola paqirmi? Sen o'lding. Prosta aytib olaman, seni o'ldirdim men. Onangni men tezroq otish kerak edi. Juda ham tez boshlab yubordi. Vertolyot yo'qqa. Gidaras. Vertolyot yo'q. Ishimiz kimlarni o'ldiradi deb umiddaman. Dava jigar, bajaq arasida. Bajaq. Kanalni qistirib o'ldirmoqchi edim. Prosta o'xshamay qoldi. Men muncha qaytaraverasizlar, gapni o'ylasizlar baribir. Tezroq o'ldirib chiqib ketish kerak. Mana yigitni ham o'ldirish kerak tezroq. Yigitni o'ldi. Pidaraschi, ham o'ldi. Deb hisoblayverlaring jigarlar. Prosta so'nggi zarba berishga erinayapman. Oho, hali taxuya vaqtim bor. Lekin cheda tugatishga qaror qildim. O'zi 23 minut bo'lib qolibdi video. Xayr va salomat bo'linglar. Yo'qdi degan umiddaman. Menga shaxsan yo'qdi, chunki avvalam yoqqanligi uchun tashkil qildim. Yutgan bo'ldim deydi, yukladim deydi. Bitta mana bilan bosib chiqib ketamiz. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.